Assalomu alaykum hurmatli obunachilar hamda kanalimiz a'zolari. Mana navbatdagi obyektga pechka qurgani keldik. Bu obyektimiz Buloqbosh tumani Shirmonbuloq qishlog'idan. Mana ko'ringlar, bu obyektimizda ham mo'risini o'rtaga qo'ygan ekan. Mo'ri o'rta deydi ekan. Bu akalarimizdan iltimos qildik. Bizi pechkamizda nemetskiy sistema 3 оборот pechkada mo'rimiz chap tomonda yo o'ng tomonda 1 metrning ichida chekada bo'lishi kerak. Mana operator ko'rsating, chekada bo'lishi kerak. Shuning uchun bu uydagilardan iltimos qildik. Endi iltimos qilishimiz sababi biz bir kunda ulguymiz-da, o'zimiz buzib, o'zimiz yana qaytadan uradigan bo'lsak ulguymaymiz. Shuning uchun uydagilardan iltimos qildik. Mo'rini chekiga olib qo'yinglar dedik. Mana bu tomondan 40 sm buzib turib, bu tomonga urdi. Mana bu ho'l-loy, yangi urilgan joy. Mana tekis qilib urdi. Xudo xolasa mana razmeri eni 1 metr, bo'yi 220. Bu yerda seysmopoyskicha ekan, seysmopoyskga qadab urib beramiz xudo xolasa. Kim shunaqa nemetskiy sistema 3 оборот pechka qurdirmoqchi bo'lsa, xuddi shunga o'xshagan joy tashab ketinglar. Eni 1 metr, bo'yi 220. Mo'rimiz 1 metrning ichida, cheka tomonida bo'lsin. Qirg'og'ida. Yo o'ng yo chap tomondan farqi yo'q. Uni biz o'zimiz borganda bu pechkamizni shunga moslab olamiz. Mana shunaqa qilib bersanglar, ishimiz ancha tez bo'ladi. Xudo xolasa mana bugun 25-mart ishimizni boshlayapmiz. Kechga tomon yana bitgandan keyin xudo xolasa kanalimizga joylaymiz. E'tiboringlar uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom etinglar.